Mijozga muddatli to'lov yaratishni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda qo'shish tugmasi bosiladi. Bu yoqqa pasport seriya raqami yoki JSHR kiritishimiz mumkin. Agar biz kiritadigan mijoz bizni bazamizda saqlanmagan bo'lsa, bizga bu mijoz bazaga qo'shilmagan, uni yaratish mumkin yoki yana urinib ko'rish mumkinligini chiqarib beradi. Birinchi navbatda agar yaratilmagan bo'lsa, mijozlar bo'limiga o'tib turib, mijozni qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Agar bizda mijoz qo'shilgan bo'lsa, mijozni pasport seriyasi yoki JSHR raqamini kiritib turib, mijoz qidirish qiladigan bo'lsak, bizga mijoz ma'lumotlarini chiqarib beradi va hamma ma'lumot to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, keyingi tugmasi bosiladi. Bu qismida agar bizda filiallar ko'p bo'ladigan bo'lsa, filialni tanlashimiz kerak bo'ladi. Agar bitta filial bo'ladigan bo'lsa, doimiy asosiy filial turadi. Keyingi qismida mijozga qaysi tarif bo'yicha rassrochkani rasmiylashtiradiganimizni kiritishimiz kerak. Bizda 3 oylik tarif bor, 6 oylik tarif bor. 3 oylik tarif bo'yicha chiqaramiz. Bu qismida mahsulotning narxini kiritamiz. Masalan, bo'lishi mumkin telefon 3 million so'mlik bo'ladigan bo'lsa, 3 million so'm kiritamiz. Va biz bu tarif bo'yicha muddatli to'lovni necha oyga beradiganimizni belgilab ketishimiz kerak. 3 oyga beryapmiz. Agar boshlang'ich to'lov bo'ladigan bo'lsa, boshlang'ich to'lovni kiritib ketishimiz kerak. Bo'lmasa shunchaki 0 qo'yib o'tib ketsak bo'ladi. Va keyingi qismi birinchi to'lov sanasi qaysi kunda bo'lishi kerakligini kiritishimiz kerak. Masalan, bugun 19-sentyabr bo'ladigan bo'lsa, bugun bo'lishi mumkin birinchi to'lov sanasi yoki kelasi oyni shu kunda bo'lishi mumkin 19-sida yoki kelasi oyni boshida bo'lishi mumkin. Buni o'zimiz belgilab ketsak bo'ladi. Va bu qismiga mahsulot nomi kiritiladi. Iloji boricha bu yoqqa to'liqroq ma'lumot kiritgan yaxshi, chunki bu ma'lumot mijoz bilan qilingan shartnomada ham to'liq ko'rsatib o'tiladi. To'lov grafikini olishimiz mumkin. Bizga qaysi kuni mijoz necha puldan to'lov qilishligini bu yoqda chiqarib ko'rsatib beradi. Va buni yuklab ham olishimiz mumkin. Hamma ma'lumotlarni kiritib bo'lganimizdan keyin keyingi tugmasi bosiladi. Bu yoqda mijozning ma'lumotlari bu qismida bo'ladigan bo'lsa, muddatli to'lov ma'lumotlari ko'rsatib berilgan. Agar hamma ma'lumot to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, muddatli to'lov yaratish tugmasini bossak bo'ldi. Va bizga muddatli to'lov muvaffaqiyatli yaratildi va hozirgi holati yaratilgan holatda turibdi. Buni kirib biza faollashtirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda kirib ko'radigan bo'lsak, bizga birinchi oynasida umumiy ma'lumotlar chiqadi. Pastki qismida pasport ma'lumotlari va undan pastki qismida muddatli to'lov ma'lumotlari chiqadi. Agar bizda qanaqadir xatolik bo'ladigan bo'lsa, o'zgartirish qilib, faqatgina muddatli to'lov yaratilgan kuni bir marta o'zgartirish qila olamiz xolos. Keyingi qismida bizda to'lovga oid ma'lumotlar bo'ladi. Bu qismida biz mijozdan PNFL orqali to'lovni yechishni yoqib qo'yishimiz mumkin. Ikkinchi qismida mijozga karta biriktirilgan bo'lsa, kartalar ko'rinadi. Karta biriktirilmagan bo'lsa, qo'shish tugmasi orqali mijozga karta biriktirib qo'yishimiz mumkin. Va pastki qismida bizga ko'rinadi PNFL orqali topilgan kartalar ro'yxati. Qachonki muddatli to'lovni to'lov vaqti kelgandan keyin bu PNFL orqali kartalar ro'yxatini olib kelish uchun bizdan so'roq ketgandan keyin bu qismida kartalar ko'rinadi. Yoki bu so'rovni qo'lga yuborishimiz mumkin. Keyingi qismida bizda to'lov grafiki bo'ladi. Masalan, 18-sentyabrda qo'yilgan to'lov muddati o'tgan ko'rsatyapti. Agar bizda 20-sentyabrda qo'yganimizda hali boshlanmagan holatda turgan bo'lardi. Va to'lov grafikida agar mijoz naqddan olib kelib to'laydigan bo'lsa, to'lov qabul qilish knopkasi bor. Buni bosib turib, mijozdan kelgan to'lovni qabul qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu yoqda to'lovlar tarixi bo'lib turadi. Agar mijozni kartasidan pul yechib olgan bo'lsak yoki o'zi naqd olib kelgan bo'lsa, hamma ma'lumotlarni biz bu yoqda saqlab ketaveramiz. Keyinchisi, bu mijozning kartasidan yechishga urinilgan holatlarni umumiy yozib ketiladi. Qachon, qaysi kartasidan necha pul yechishga urinildi, yechildimi yoki yo'qligi. Keyingisi, bu qismida mijozga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni izoh shaklida qo'shib ketsak bo'ladi. Kafillar bo'limida esa bu mijozga kafil qilib biriktirib ketsak bo'ladi va biriktirilgan kafilni ham kartasidan va PNFL orqali topilgan kartalardan bemalol pul yechishimiz mumkin bo'ladi. Faqatgina to'lov muddati kelganda, to'lov vaqtida to'lanmaganda. Hujjatlar qismida mijoz bilan qilingan shartnoma shakllangan bo'ladi. Buni yuklab olib, mijoz imzo qo'yadigan qismlariga imzo qo'yib chiqsak bo'ldi. Keyingi qismida bizga mijozning telefon raqami, yashash manzili, shunga oid ma'lumotlar bo'ladi va unda qo'shimcha
telefon raqam yoki yashash manzili bo'ladigan bo'lsa, qo'shish tugmasini bosib, uni ham kiritib qo'ysak bo'ladi. Va oxirgi qismida pochta orqali mijozga ogohlantirish xati, talabnoma yuborishimiz mumkin bo'ladi. Qachonki mijoz belgilangan vaqtda to'lovni to'lamagan bo'lsa, biza bu mijozga o'yiga ogohlantirish xati yoki talabnoma chiqarib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Hozir bizda muddat to'lovimiz holati yaratilgan holatda turibdi. Biz buni faollashtirishimiz yoki bekor qilishimiz mumkin bo'ladi. Agar barcha ma'lumotlar to'g'ri kiritilgan bo'lsa, faollashtirish tugmasini bosamiz va bizga muddat to'lov faollashtirilgan holatda o'tadi.